Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabda taharet münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib, Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki şu umumi taharet olgan, taharet ilişti işletken bir kısım qacha, das, çögün qatarlıq mezmunlar hakkında to'xtalib kelib mundaq deydi. Juyuş ve taharet iliş türlük qaçılarda, tanlılarda, yağaç oyma tanlılarda, mesela meylik taş oyma daslarda, muşta narsalarda taharet iliş hakkında deb to'xtalyapti. Bu bab hamda hadisniki ro'ydan ilingan. Bu babniki aniq mazmunini texmi mukammal holatda tushunishimiz uchun hadisniki o'ziga kirsak, bu 195 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Munir degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu yerdagi Abdullah ibn Munir İmam Bukhari'ninki büyük ustozlardan sanıldı. Bu adam Hicriye 245 yoki 43 şu etrafta ölüp ketgan. O'zi Marvadan, Turkmanistondan. Ama Paryabda tug'an. Paryab hozirgi shu Afg'oniston, Mavran Nahri, Xurasan rayonlariga to'g'ri kelgan bir o'rinda. O'zini aytdi, shu davrniki Xurasonniki büyük zahidlardan ham ishonchlik muhaddislardan. Chunki Imom Nasa'iy rahmetullahi alayh bu kishiga ishonchlik degan bahoni bergan. Bu zot Imom Buxoriy rahmetullahi alayh shu Abdullah ibn Munirning qishiga dars elish uchun kelgan vaqtida Alloh taolo shu musulmon ummatniki bir zineti güzel qilsin deb duo qilgan deydi. Şu İmam Tirmizi bu Abdullah ibn Munirning duosi icabet bo'lib qolgan deb mandami qaragan. Demak, bu kishi Imam Buxoriy rahmetullahi alayga ilmiy jihatdan ham to'hib qo'shgan va qalbida naytdi bu kishiga taskin topgan buyuklardan deyishga bo'ladi. Endi bu Abdullah ibn Munir degan kishi Abdullah ibn Bakr degan kishidan anglaganda, bu Abdullah ibn Bakr bo'lsa 208-yili Xalifa Ma'munniki davrida o'lib ketgan Bag'dodniki büyük muhaddislardan Abu Vahb al-Basri nomi bilan mashhur. Shu davrdagi nayt mashhur Hamid at-Tawil qatorliq büyük allomalarda o'qiganda. Demak, bu kishi nayt katta muhaddislardan sanaladi. Bu kishi deydi bizga Humayd hadis so'zlab bergan edi dedi. Humayd ibn Abi Hamid at-Tawil nomi bilan mashhur. Bu adam namaz o'qitib, namozda qiyamda o'lib ketgan kishi ekan. Bu kishiningki tarjimasi boshda o'tdi. Bu kishi hamda Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilyapti. Anas ibn Malik Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng buyuk uzun umr ko'rgan buyuk sahobalardan. Bu kishi edi, namozning vaqti kelib qolgan edi. O'zi yaqin atrofdagi odamlar o'ziga kirib ketdi deydi. Tayyor tag'ilmaganda bular. Bir büyük adamı qilib qoldik, uyimiz yarag'roq. Payg'ambar alayhissalatu vassalamga bir tosh tashtak keltirildi. Onun suv bor. Ammo bu tosh tashtak bu suvga sal kichikroqga. Qo'lni olqini shunday salsa, sal patmaydi ekanda. Shuna bo'lsa-mu, hamda xaloyiqning hammasi tarat ola oldi. Biz shu vaqtda dedik, sizlar qancha edinglar deb so'rdik dedi. Biz 80 yoki 80dan sal ortiqroq odam edik dedi. Bu voqea Madinaning masjidning atrofida bo'lgan voqea emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni o'ziniki sahobalari bilan bir bozor ekanda, Madinaning hozirgi shu sharq tarafda bir bozor bor shu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgandan keyin sahobalarga, musulmonlarga xos bir bozor bo'lsin deb Yahudilarning monopolligidan Müslümanların iqtisodini mustaqil qilish uchun, qutqizish uchun ayrim bozor qurgan. Shu bozorda nurg'un sahobalar bilan birga bo'lganda, balki bozor kun bo'lishi mumkin. Shu namozning vaqti bo'lib qolgan vaqtida bo'lgan avval. Masjidga yoki uyga qaytib kelay desa, uyning masjidning oraliqi xili uzoq. Hozirgi hamda u yerlar masjidning doirasiga kirib ketgan asosan hamda. Muhim masala bu yerda hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu tashdakda, tosh tashdakda hamda tarat olgan degan hukmni bermoqchi. Ondan boshqa bu hadisda hamda shu davrdagi ishlatilgan bir qism
ailevi turmuş buyumları ve medeniyet iznalarini muhis qila olamiz. Xo'sh, 196 numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Muhammad ibn Ala hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu kishi deydi bizga Abu Usama hadis so'zlab bergan edi deydi. Burayda orqali. Burayda Abi Burda orqali. Abi Burda Abi Musa al-Ash'ari orqali. Bu yerdagi raviylar hammasi boshda o'tgan, ilmni o'rgatgan va o'rgangan deydigan bir bob o'tgan Kitobul Ilmda shu yerda o'tgan bu ismlar. Tarjimali shu yerga murojaat qilsanglar bo'ldi. Hamda Abi Musa al-Ash'ari deydi bu sahoba, buyuk sahobalardan haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vasallam bir china suv elib kelishni buyurdi deydi. Bir china qilinglar deb. O chinada suv bor ekanda qo'lini, o'zini shu chindagi suvda yuvdi. O chiniga og'izdan oshgan suvni muborak og'izdan oshgan suvni qochiga to'kdi degan bo'ldi. Buningda ishlatilgan qochiniki shaklini berish bilan birga hamda biz bu hadisniki masalan odamning tarat olgan suv, oshilgan suv ishlasa bo'ladi, bo'lmamdi degan mazmunlar boshda o'tgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir mo'jizaviy shaxs, muborak, muqaddas bir shaxs. Payg'ambarimizniki oshgan suv emas, payg'ambarimizniki butun badanidagi qondan tortib, boshqa odamlarning badanida nijosat deb sanalgan narsadan tortib payg'ambarimizning badanida boshqacha uniki hukmi bor, bir muqaddas, bir buyuk, bir mo'jizaviy muborak inson. Oshgan suv emas, bir fazolatlarni o'zining badanidagi oshqin narsalarni ichki bo'ldi. Peygamberimizin bedenlik nesli necis diyişketliğimiz var mı diye bir yerde. Hem de bu 197. numaralı hadis yukarı bab bilen münasebeti var. Bu hadiste İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh bizge Ahmad ibn Yunus degan kişi hadis so'zlab bergan edi deb shunaqdaydi. Bu kişinin tercüme alim o'tgan. Bu kişi deydi bizge Abdulaziz ibn Abi Salama degan kişi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Majishun nomi bilan boshda o'tganda bu kişi deydi bizge Amr ibn Yahya dadisi Abdullah ibn Zeyd'din hadis so'zlab bergan edi deydi. Bularning tarjimali boshda o'tib bo'lgan. Masalan, 2 butun juj degan bir bobda bu kishining tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi payg'ambar alayhisolatu vasallam yetib keldi deydi. Payg'ambarimizga biz siriq tushdim bo'lgan, ya'ni bir mis tektekanda misdas. Şu misdasda bir su ekkeldi Resulullah'ın huzur mübarekке. Peygamberimiz taharat edip yüzünü 3 qıtım juyup, qo'lini 3 qıtımlap juydi. Beşiği Mesih qilgan vaqtida qo'lini oldi keyniga yandudi ve 2 putini juydi degan. Yani bu hadisdagi muhim masala, yani mis qochilarda, tunuk qochilarda taharat as bo'ladi, shuni turmush ishlash bo'ladi, payg'ambarimiz mushtaq qilgan degan hukmni bermoqchi. Demak biz yuqorida aytib o'tgandek Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu bobning asliga bir necha hadisni jo'lab, bu hadislardagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'z davrida ishlatgan turli qochilarningki shakllari va ishlatilgan qochininki turlarini bizga bayon qilib o'tgan. Ba'zi yog'ochdan yasalgan tanglalar, ba'zi toshdan yasalgan, toshda uyalgan demakda, ba'zi mislarda, tushlarda yasalgan turli shu qochilarningki shakllarni beryapti bizga. Xo'sh, endi 198 numaralı hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi deydi. Abul Yaman Imom Buxoriyniki shu kitobniki boshida o'tgan raviy shu, bu kishining ismi Hakam ibn Nafi' degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu kishi deydi bizga Shuayb hadis so'zlab bergan edi deydi. Shuayb ibn Abi Hamza Dinar degan kishi boshda o'tgan. Bu kishi deydi, bu kishi ham Imom Zuhriyda rivoyat qilyapti. Imom Zuhriy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhriy nayt mashhur ravi, buyuk tarixchi. Bu kishi deydi menga Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bularning tarjimali Kitobul Vahiyda o'tganlar. Bu Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba degan kishi deydi. Ayşe radhiyallohu anha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki kesilini ig'irlab
kesilnayet küçeygen peytlerde təsvirləb kelib şundaq deydi. Peyğəmbərimiz şu aletdə ayallardan ruxsat sordu dedi. Ben bir Ayşənin öydə, yəni mənim öyümdə də davalansam, şu yerdə yazsam deb ruxsat qıldı. Özümə ruxsat soradı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, həmdə köplügən ayallar var məsələn. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə başqalarga məsələn 4 kişi ruxsat qılğan bolsa, Rasulullah'a bundan ziyadə artdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, şu vaxtda 9'dek ayali var. Bir kısım ayalları ölüp ketken. Bunun içinde didekli başka anladı başka. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüp ketken vaxtında muş peytlerde hem de nikahlap ağan ayali 9. Şu 9 ayalının bir gün birinin oyda, bir gün birinin oyda, bir gün birinin oyda nöbetilen konudu. Bu taksimat. Bu adaletniki ifadesi bu. Lekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayallarının içinde Ayşe radıyallahu anh'ını pek mi yaxşı gördü? Bu kalp meselesi, bu Xudanın ilkide insan özün kudreti, takiti yetilgan meselelerde çokum adaletke buyurulgan. Yemek, içmek, konuş, kiyim keçek, taksimatlarda çokum adil bulmuş bulmaydı. Ama muhabbet taksimatı o Xudanın ilkide, insanın ilkide emas. Bazı ayollardan mesela bekrak yaxşı görüşü mümkün. Bazısını normal yaxşı görüşü mümkün. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayollarının içinde Ayşe radıyallahu anh'ını bakma yaxşı göretti. Şoňlaşqa Ayşe'nin öyde bir yazsamış kesel mezgilimde dep başka ayallardan ruhsat sorawatydy. Yani bu jihatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bir edep, ahlaklık, onun üstüne başkalarının koňulyny oýaýdygan bir şahs ekenligini görüp agyl bolady. Hemme ayallar Resulullah'a "Boldy ya Resulullah" dep ruhsat kılıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu ayallarının öydün hem de Ayşe'nin öyge karab meňwatydy. Amma Resulullah öz maňanmay. Peygamber aleyhissalatu vesselam iki adamniki arasida putni söýregen, ýägi söýregen halatda çykdy. Birisi Abbas, yani bir başka bir adam. Bu ýerde hem de Ubeydullah diyen kişi deydi şu gepinde bulup. Peygamber aleyhissalatu vesselam çıkan aletdeki kişiler şu hadislerini men Abdullah ibn Abbas'a deppedim dedim işte boğan iken desem Abdullah ibn Abbas yani bir adamın kimlikini bilemse depti men yak dedim. Abdullah ibn Abbas o bosumu Ali dep cevap bergen idi dedi. Hem nemişqa Ayşe radıyallahu anha bu hadisni rivayet kılgan vaxtıda bir adamınki Abbas ikenligini Resulullah yölengen adamның. Yani birisinin Ali ikenligini bilodi nemişqa Ali'ni zikir kılmagan degan vaxtıda bir kısım ulamalar bununla mundaq illet sebep gösterdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam aynı vaxtıda Ayşe'ye töhmet kılıngan vaxtıda nurgun kişilerden meslehat sorgan. Cümleden Hazret Ali'dim bu. Nurgun kişiler yaxşı geplerini kıygan. Ali'm yaxşı geplerini kıygan. Ya Resulallah, ayallar azma. Başka ayalga öğlensen bolduğu dep biz şundarak bir gepni dep koygan. Bu gep Hazret Ayşe'ninki konuğu kelgen boluşu mümkün. İnsan bolu süpütü ölen şu noktadan ismini taza ağzı zikir kılışka yürü nefsi yığırak görüp kalgan boluşu mümkün dep karagan. Wallahu alem. Şunun bilen hem de Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselam Ayşe'nin öýsüne kirip Ebiyat Ayşe kesellerini bekip kılıvatkan peytle. Şu peytte Resulullah'ın kesili yanı küçüyüp kaldı da şu haletlerini tesirlep gelip Ayşe radıyallahu anha mundaq davatıdı. Peygamberimiz depti de "Maňa 7 tulumdan su tökenler" depti. Ma şoýunuz yeşilmegen 7 tulum bir haklar bilen bir körşep kılalışım mümkün diyen ediydi. Şunun bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni Peygamberimizden ayalyanlar hepsininki bir yoğan bir teştiki bakende das. Çoğun bir teştik. Şöyle uttağızdık. Resulullah'ın ahırkı kesel peytleri. Resulullah nayet kızıtma bir xil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimde bop bakmagan, başka adamlarda bolulgan kızıtmada neçesi artık kızıtma bilen ölüp ketken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirki hayatında.
Şu dasqa o't dağızıldı deydi. Biz Peygamberimizdinki suni quyishga boshladik, quyiverdik. Peygamberimiz mi bizga ishorat qilgan holatda, "Ashta qildinglar, bilan bo'ldi" degandek mazmunda ishorat qildi. Rasululloh nihoyatda gapni oz qilolmaydigan, aran ifodalaydigan vaqt bo'lib qolgan kasalning ig'irligida. Ondan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kishilarning huzuriga chiqdi dedi. Mana shu sahobalar bilan eng oxirgi qatim kurashgan holati Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki. O'z tarafdan kurashgan holatda. Undan keyin sirtqa chiqqan bo'lgan, masjidga chiqqan bo'lgan. Bu yerdagi hadisdagi muhim nuqta bizga shu hepsininki uydagi qocha, das. Bu dasni ba'zi rivoyatlarda misdan yasalgan deyilgan. Bir qism ulamolar misni makruh deb qaragan, lekin bu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shu mis dasda yug'anligi bu so'zinki mezonda to'xtamaydiganligini bildirdi. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan ish ümmetki bir sünnet, ümmetki bir yolluk iş deyişki boladı. Biz bu hadisga qarab chiqsak, biz nurg'un ma'nolarni bilalaymiz. İctimai turmush, oilaviy turmush masalan. Oilaviy turmushda masalan ko'p ayollik bo'lgan kishilarga nisbatan, ayollarga nisbatan shu kunni bekitish, taqsimot, adolat masalasi nihoyat muhim masala. Bir vojib masala ekanligini bilib olgan bo'ldi. Onundan başqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nemişqa bu yerda 7 tulum deb ishlatgan deganda ulamolar bu 7dan ayt bereketlik san. Masalan 7 yer, masalan 7 qat, 7 osmon degandek mazmunlar ko'p ishlatilgan, 7 kun degandek. Buni bereketlik san deb madam qargan. Nemişqa bu yerda sho'ynis yeshilmagan tulum deyilgan degan vaqtida, ya'ni odamning qo'li tegmagan, nijaset bulmagan, nijasetga odat bulmaydigan, yani yeshilmagan vaqtida nihoyatda sap, o'ziniki pokizlikni saqlab qola oladigan. Ondan biz ayni vaqtdagi sahobalar bu tulumdagi og'izni chekkan vaqtida, suv olgan vaqtida hammasi zikr qilib, bismillah, bismillah, bismillah deb oladi, ko'tardi. Hamd bilan. Demak, bu yerdagi hamd, zikr, tasbihninki farqi yo'qolmagan, muborak holatini asos qilib qilgan, ashta qilish buyurgan deyilgan. Xo'sh, bunda bo'lgan vaqtida bu suv nihoyat texim pokiz, nexim sap, uning odamniki kir qo'llari tegmagan holatga suv bo'ladi. Endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu kesilniki nihoyat bunda ig'ir bo'lib ketishniki sababi, endi Alloh subhanahu va taolo darajasini, ajrini taximi oshirish, ko'tarish uchun ashta qilgan deyilgan bu ulamolarniki so'zi. Bugungi darsimiz musharakchi bo'lg'ay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.